Voy Muhammad Aziz, sen qachon mendan olgan qarzlaringni to'laysan? Menda umuman pulim yo'q, menga ozgina muhlat bering. Mayli, senga 2 kun muhlat. Agar 2 kun ichida qarzlaringni to'lamasang, men seni o'ldiraman. Xo'p. Obunachilar, hammaga salom. Siz nima bo'lganini ko'rgan bilsangiz kerak. Men bitta bojchidan juda ham ko'p qarz olgan edim. Endi men ana shuni to'lashim kerak. Mayli, ketdik. To'xta. Meni chaqirdingizmi? Nima deysiz? Eshitishimda seni juda ham katta qarzim bor. Mana uyni ko'ryapsan. Mana uydimi? Ha, ana shu uyni ta'mirlab bersam, men senga ko'p izmurudlar beraman. Yo'q, rahmat. Eshitdingiz? Voy, to'xta. Men sen yana bu uyni ta'mirlashing uchun senga kreativni ham beraman. Yo'q, rahmat. Ana obunachilar, u kreativni. Endi biz bu uyni ta'mirlashimiz kerak. Xo'p, bizga birinchi o'rinda biz buni mog'orlagan toshlarini oddiy toshga almashtirib chiqamiz. Mana biz qo'yapmiz bu yerni. Mog'orlagan toshlarimiz almashtirib chiqishimiz kerak birinchi o'rinda. Xo'p. Mana bir necha etaj bo'ldi. Bu yer o'zi yaxshi ekan. Uyni jihozlab o'tamiz bu yerga endi. Mana bu eshikni qo'yamiz. Endi biz bu yerda kerak emas kravatlarni buzib tashlaymiz va o'rniga boshqa kravatlar qo'yamiz. Ana. Senga bu yerda nima bor? Qalbak. Xo'p, bu yerdagini ham buzamiz. Sondiqni ham buzib tashlaymiz. Endi biz bu yerga pechka, bu sondiq olib, biz bu yerga gilam qo'yamiz. Biz yerga qo'ysak bo'ladi endi. Mana bu yerga qo'ysak. Xo'p, endi bu yerga. Endi sondiqlar mana bu yerga qo'ysak. Endi biz gilam qo'yamiz. Gilamlarni bu yerga qo'yib chiqish kerak.
Endi biz bu jitsil zerikarligi uchun bu yerga kitoblar qo'yib chiqamiz. Endi biz bu yerga rasm qo'yamiz. Yo'q, bu yerga bizga tosh kerak. Bulujnik, ya'ni mana bu yerda oyna kerak emas. Hop. Ana. Endi biz bu yerga ana ya. Bu yerga bitta kerak. Ana bu yerga bitta ana. Va biz bu yerga endi gul ekamiz. Xo'p, qanday gul? Qizil gul. Hop, ana. Endi biz bunga pardalar ilamiz. Xo'p, bu pardalar ana. Mana bu yerga bitta, bu yerga bitta. Bu yerga bitta. Yo'q, olmayapti. Bu yerga shart emas. Bu yerga bitta. Bu yerga bitta. Endi biz bu yerdagi rasmni joyiga qo'yib qo'yamiz. Endi biz bu yerga qo'yib yerlarni qo'ysak juda ham chiroyli chiqdi. Va biz bu yerga ajdarhoning kallasini qo'yamiz. Va bitti. Men sizni uyingizni bitirib bo'ldim. Bitirib bo'ldikmi? Endi mening izmirtlarni berasizmi? Beraman. Mana shu olmoslar yetadimi? Voy, buncha ko'p. Men va'dam ustidan chiqaman. Endi bor. Rahmat sizga. To'xta, kelasini men sendan olay. Endi ketaveraymi? Ketaver. Rahmat sizga.
Endi biz bu izmirliklarni ertaga beramiz. Hozir esa kechdi va biroz uxlaymiz. Mana obunachilar yo'ruq ham chiqdi. Endi biz topishimiz kerak va unga qarzlarimizni qaytarishimiz kerak. U uyda emas. Mana meni topdim. Qani ketdik. Men sizga qarzlaringizni olib beraman. Hayvon. Mana oling hammasini. Mana. Hammaga xayr obunachilar. Bu iborat edi. Hammaga xayr.